Xitoy hamma brendlari o'zini top crossoverlarni ko'rsatishgan. Hamma 9lar L9, X9, S09, G19 hamma brendlar ko'rsatib bo'lgan. Mana endi Xpeng GX modeli 9 qo'yilmaganiga qoyil. Xo'p. Bu mashinamiz gibrid 1500 kilometr zapas hodli, 430 kilometr tok ko'zida, 63 kilovat batareya, orqa podruливание bor. Diskalarimiz R22 245-40. Kameralar juda ham ajoyib, hamma yoqda bor. Eshik avtomat, o'zi ochib yopadi. To'rttala eshik ham o'zi ochib yopiladi. Agarda bagajni ham hisoblasak, bagaj 5-inchisi. Mana bu звездный nebani qarang, kojada bu. Qo'lda sezilmaydi. Koja juda ham sifatli, yumshoq. Eng pastda ham koja. Kolonkalar Xpeng o'ziniki. X Opera. Juda ham ajoyib. Salonga keladigan bo'lsak, bu yoqda ham ishlatilgan звездный neba. Tablo bor. Lisyanda mana bu joyi ham olib tashalindi, bilsanglar, bunda hali ham bor. Rulda bu yoqda modlarni o'zgartirishingiz mumkin. Komfort, sport, eko hammasini shu yerdan upravlять qilaverasiz. Orqani ko'rish uchun kamera, ochki qo'yish uchun joy alohida. Respekt, chunki lisyanda yo'q shu joyi. Shtorkalar ochiladi, panorama ochilmaydi. Orqada ham xuddi shunaqa katta, lekin displeyimiz pultlari ham bor. Bu displeyni pultlari bor. Ajoyib, как mushka sifat qilib ham boshqarish mumkin. Bu yoqda ichkarini ko'rish uchun kamera, har doim shofyorni kuzatib turadigan kamera yopilmaydi. Bu yoqda ham sensor bor. Bittali monitor, lekin katta, shu yetarli. Ikkitali monitordan ko'ra mana shu ham yaxshi, chunki men ikkinchi monitorni почти ishlatmayman. Беспроводной zaryadkalar uchun joy, pastda Type-C A, Type-C USB-A, Type-C hammasi bor. Eshiklarni yopish uchun knopka, bu yerda oynani tushirib chiqarish uchun knopkalar, orqa eshik. Bu turgani uchun oxirigacha ochilmaydi. Bu qo'lda ochish kerak. Endi orqada ham xuddi shunaqa звездный nebasi bor va qizuv tomoni, siz tonirovkani boshqarishingiz mumkin. Qalay, cho'mliroq va ochroq. Cho'mli, och. Juda ham tez boshqariladi. 3-qatorli oynasi ham xuddi shunaqa knopka bilan tonirovka qilish mumkin. Televizor juda ham katta, yetarli darajada nimadir ko'rish uchun. Speaker va anaqa havo berishlari hammasi shu tepadan. Ruchnoy boshqarilmaydi, hammasi monitor orqali o'zingizga направление qilishingiz mumkin. Mana bu narsa bo'lsa, menga samolyotda eslatyapti. Kitob o'qishingiz uchun o'zingizga bemalol направление qilib olishingiz mumkin. Eshiklarni ochib yopish knopkalari, agarda siz u yoqqa tortilishga erinsangiz, bemalol shu knopkadan foydalansangiz ham bo'ladi. Tushib chiqish uchun mana shu juda ham qulay narsa. Yaxshi borligi ham. Shtorkalar qo'lda bemalol ko'tarib qo'yishingiz mumkin. Orqa qismi juda ham chiroyli. Mashina to'liq sizga Range Rover eslatib yuboradi, даже orqa ko'rinishi ham. Oldini gapirmasa ham bo'laveradi. Yon tomondan qaraganingizda g'irt avtobiografi. Bu yoqda menimcha zaryadka uchun joy, ya'ni GBT-AC, GBT-DC. Bitta mana shu zaglушка ikkaloviga ham ishlayveradi. Knopkada yana yopib qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p, bagaj qismi ikkiga ajralmaydi, bitta to'liq ochiladi. Mana shu to'liq ochilganda hammani o'ylantirishi mumkin. Orqadan kelayotgan mashina ko'rmay qoladi-yu, svet qani desangiz, svetlari mana bu pastdan tushadi. Kechki payt faqat.
kunduz emas, kechki payt. Juda ham chuqur. Hali birorta mashinada bunaqa chuqur ishlatilmagan. Ya'ni o'sha Nissan bo'ladimi, 9X mi, Lincoln farqi yo'q. Bunaqa chuqur bagaj qilinmagan. Chunki ko'pida pnevma podveskani ballonlari shuni tagida turadi, ya'ni kompressorlar. Bagaj yopish uchun yana bitta knopka berilgan. Juda ham qulay narsa, chunki hammani ham bo'yi buni yopish uchun yetmaydi. Juda ham balandda turadi. Shunaqa paytda bitta bosib, ozgina vaqt beradi qochib olishingiz uchun mana. Keyin yopiladi. Tagida turganingizda yopilib ketmaydi. Kameralar bu yerda alohida qarang, qanaqa bitta juda ham katta diafragmali, ya'ni kattaligini gap yo'q. Xo'p, yana bir ajoyib tomoni. Bagajda knopkani ushlab tursangiz, ikki xil pozitsiyada 3-qator yotadi. Bittasi prosta shunday yotishi mumkin, yokida skladovание bo'lib orqaga yotadi va tekis ровный pol bo'ladi sizda. Bu ham ajoyib. Mana ko'rishingiz mumkin, ровный pol bo'ladi hozir. Narsalar kirib ketadi hammasi. Ko'rishingiz mumkin, ровный pol bo'ldi endi. Juda ham katta bagaj bo'ladi. Agar buni ham yotqizadigan bo'lsak. 3-qatorda ham ko'rishingiz mumkin, mana oynani ochartiradi, qoraytiradi. Va sidyanani orqa oldiga yurg'izish, bellarni to'g'irlash hammasi bor. Mana yopamiz. Va orqa biznes klass sidyanamizda mana shunda siz bu yerdan bemalol нулевой gravitatsiya qilishingiz mumkin. Yon podlokotnikka knopka orqali tushirishingiz ham mumkin. Обдув, обогрев, massaj. Podstakanniklar bu yerdan chiqadi. Atamankalarni boshqarish, нулевой gravitatsiyalar hammasi upravlение yon tomondan. Kolonkalar yetarli, har bitta podголовникda ham kolonkalar bor. Tepalarda va displey. Bu yerda холодильник ham bor. Shuni холодильникni ochsak, yetarli. Taxminan 8 tacha 05 ketadi. Bu hammasi ruchnoy emas, avtomat boshqarilar ekan. Hozir qo'limda даже itarib yopib qo'ymoqchi edim, yopilmadi. Itargandan keyin yopildi. Podstolniklar mana tushiriladigan, faqatgina u yoq tomonda bu yoqga displey o'rnatish uchun joy qoldirilgan. Bu yoqda ham tonirovka boshqarish. Resurska tortib yopib oladi. Mashina haqida fikringizni bemalol yozib qoldiring. Bizda Xpeng ofitsialniy salonida boshqa mashinalar ham bor. Yana qaysi mashinani shunaqa obzor qilib beray, yozib qoldiringlar.